Assalomu alaykum bizani kuzatuvchilar. Mana bu Muhammad Qodir ximikat bo'yicha nima deydi? Adan yagacha to'liq maslahat beradilar. Mabodo sizlarga Makkadan keyin yoki Makkadan oldin o'sha gerbitsidlar, fungitsidlar nimaiki kerak bo'lsa, biz Muhammad Qodir bilan anchadan beri ishlaymiz. O'sha tavsiya qilgan hamma gerbitsidlari ham, qurtga qarshi dorilar ham zo'r ishlagan. Sizlar bizga aloqaga chiqinglar, biz to'g'ridan to'g'ri Muhammad Qodirni sizlarga yuzlashtirib qo'yamiz. Bular nazorat ham qilib beradilar, kerak bo'lsa maslahat beradilar. Telegram bor. Kerak bo'lsa inshaalloh birga chiqish imkoniyatimiz ham bor mashallah. Bu ishonchli odam, xudo xolasa manzil shu Qo'yliqda, shu 9 qavatlining tagidagi do'kon. Bu do'konlari mana shu MXM deb qo'yilgan, mana shu do'kon. Yana ham ishonchliroq bo'lsa, menga aloqaga chiqaveringlar, men olgan nomerlarini sekin o'zim berib qo'yaman. Baraka topinglar, rahmat.